Assalomu alaykum kanalimiz ixlosmandlari. Sizni yana Anime Uz Recap kanalida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi videomizni boshlashimizdan oldin kanalimizga a'zo bo'lishni va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqinda Telegram kanalimiz ham ishga tushdi. Telegram kanalimiz silkasini profilimiz shapkasida yoki-da mana shu videoning ostidagi linkdan o'tib olishingiz mumkin. YouTube'da chiqmay qolgan ba'zi bir videolarimiz Telegram kanalimizda qo'yib boramiz. Endi ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling, chunki endi biz bugungi sharhimizni boshlaymiz. Bugungi sharhimiz Qilichbozlik san'ati animesining birinchi mavsumi ikkinchi qismi haqida bo'ladi. Animemiz bosh qahramonimiz Kiritoning Asuna bilan birga bo'lgan vaqtlardagi shirin tushining qo'rqinchli tushga aylanib ketishidan boshlanadi. Chunki Kirito o'yinni yutganidan keyin o'yindan chiqadi, lekin uning sevgilisi Asuna 2 oy o'tgan bo'lishiga qaramasdan hali hanuz koma holatida edi va bu Kiritoni juda ham tushkun ahvolda yurishiga sabab bo'ladi. Kiritoning singlisi Suguha qilichbozlik bilan shug'ullanar edi. Kirito uyida o'zining singlisi bilan yashar edi. Suguha Kiritoga tug'ilgan singil emas, balkim xolasining qizi bo'ladi. Kiritoning ota-onasi o'lganidan keyin xolasi Kiritoni boqib olgan bo'ladi va Kirito uyg'onganiga 2 oy o'tgandan keyin reabilitatsiya ishlarida olib o'rilgandan so'ng o'zining jismoniy holatini tekshirish uchun singlisi bilan kendo, ya'ni qilichbozlikdan shug'ullanib ko'rishni taklif qiladi va birgalikda sparingga tushishadi. Sparingda Kirito yaxshi harakatlarni amalga oshiradi, lekin baribir 2 yil davomida yotib qolganligi tufayli ancha kuchsizlanib qolganligi bilinib qoladi va singlisiga yutqazib qo'yadi. Singlisi bilan nonushta qilib bo'lganlaridan so'ng Kirito har kungiday kasalxonaga Asunani ko'rgani borishini aytadi va kasalxonaga yo'l oladi. Kasalxonada Asunaning palatasiga kirib keladi va unga qarab gullarini yaxshilab sug'orib qo'ygan paytida Asunaning otasi ham kasalxonaga kirib keladi. Janob Yuki Kiritoning bu yerga kelib ketishidan xabardor edi va bundan xursandligini aytib qo'yadi. Janob Yuki bilan birgalikda Sugo Nobuyaki ham kasalxonaga kirib keladi va u Asunaning qaylig'i, ya'ni unga turmushga chiqadigan yigit ekanligini Janob Yuki Kiritoga aytgandan so'ng Kirito juda ham dahshatga tushadi. Bu gapni aytib Janob Yuki xonadan chiqib ketgandan keyin Sugo Nobuyaki o'zining haqiqiy basharasini ko'rsatadi va Asunaga tegajonlik qilishni boshlaydi. Bunga chidab tura olmagan Kirito uni to'xtatishni iltimos qiladi va Sugo Nobuyaki aslida Asuna uni juda ham yoqtirmasligini aytadi va mana shu holatidan foydalangan holatda unga uylanib olmoqchi ekanligini aytadi. Bu gaplarni eshitgan Kirito tushkunlikka tushib uyiga qaytib keladi va shu holatida o'tirganida singlisi uni kayfiyatini ko'tarish uchun u kurashishi kerakligini, taslim bo'lishga haqqi yo'qligini, u 2 yil davomida komada o'tganida onasi va u uning uchun kurashganliklarini, hech qachon taslim bo'lmaganliklarini aytadi. Shundan keyin Kirito ham o'zida kuch topadi va kurashishga qaror qiladi. Singlisi Kirito o'zining haqiqiy akasi emasligini bilib qolganiga ancha payt bo'lgan va u akasiga bo'lgan mehr muhabbati haqiqiy sevgiga aylanib borayotganligini o'ylab, Suguha ham yig'lab yuboradi. Ertasiga akasining xonasida uyg'onganligini ko'rgan Suguha uyalganidan xonasiga yugurib chiqib ketib qoladi. Shunda Kiritoning kompyuteriga bir bildirishnoma keladi va uni ochib qarasa, u Egildan xabar edi. U xabarda u bir rasmni jo'natgan edi. Unda xuddi Asunaga o'xshagan bir qiz qafas ichida o'tirardi. Kirito buni ko'rishi bilan hayratga tushadi va Egilning magaziniga, do'koniga yugurib boradi. U bir barning egasi edi. Egilning oldiga kelib, bu suratni qayerdan olganligini aytadi. Egil mana shu o'yinda uchish mumkinligi va shu o'yin mana shu uchish qobiliyati borligi tufayli juda ham mashhur bo'lib ketganligini aytadi. Alfheim o'yini elflar olami deb tarjima qilinadi va u yerda xuddi Savodagi kabi juda ham kuchli grafika borligini aytganida u hayratga tushadi va bu suratni qanaqa aloqasi bor deganida o'sha yerning o'rtasida turadigan bir daraxtning ustiga chiqishga harakat qilgan 4 ta odam xuddi raketa sistemasini ishlatgan holatda uning ustiga chiqmoqchi bo'lishadi, lekin ulgurishmaydi. Ammo bir necha suratlarni olishga ulgurishadi deb aytadi va uning orqasidagi Recto kompaniyasining nomini ko'rishi bilan Kirito o'sha bolaning ham bu yerga aloqador ekanligini o'ylaydi va o'yinni o'ynab Asunani u yerdan qutqarmoqchi bo'ladi.
O'ziga ishonchi uncha ko'p bo'lmasa-da, neyro shlemni kiyishga qaror qiladi va shu bilan Asunani qutqarmoqchi bo'ladi. O'yinga kirgandan keyin undan yangi profil ochishi kerakligi aytiladi va u yerda u o'zining har doimgidek Kirito nomi bilan kiradi va o'zining stiliga mos qora kiyimdagi Spriggan klanidagi elflardan birini tanlaydi. 9 ta klandan birini tanlashga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Kirito o'yin ichiga kirib, u yerdan chiqish mumkinligini ko'rishi bilan ancha o'ziga kelib qoladi va Kirito Saodagi barcha qobiliyatlari bu yerga ham o'tib qolganligidan hayron qoladi. Shunday qilib, u o'zining inventaridan Yukining tomchisini ham ishga tushiradi. Uzoq vaqt o'tgandan keyin Yui hamda Kirito bir-birlarini topishadi va endi faqatgina Asunani topishlari kerak bo'ladi xolos. Keyin Yui bu yerda o'zining qanday vazifa bajarishini, xuddi Saodagi kabi bu yerda ham kardinal borligini aytadi. O'zi o'yinchilarga yordam beradigan provodnik, ya'ni yo'l boshqaruvchisi bo'lib ishlashini aytadi. Shundan keyin dadasining inventaridagi, ya'ni sumkasidagi barcha narsalarni o'chirib tashlash kerakligini aytadi. Kirito Yuining gapiga kirib, ularni o'chirib tashlaydi va o'zining Pixie formasiga kirib oladi. Keyin Yui qanday qilib Kiritoga qanotlarini ishga tushirishi mumkinligini, joystick bilan birga u qanday qilib ucha olishi mumkinligini o'rgatadi. Kirito boshida juda ham qiynaladi, lekin har qanday holatda ham yaxshi o'yinchi bo'lganligi uchun u uchishni yaxshi o'rganib oladi. Shundan so'ng Yui yaqin atrofda o'yinchilar borligini sezganligini aytadi va Kirito Yui bilan birgalikda o'sha yerga tezda borishga qaror qilishadi. U yerda silflar salamandralarga qarshi jang qilishayotganda va Rakkun u yerda vafot etadi, ya'ni o'yindan chiqib ketadi. Lifa esa 3 kishiga qarshi bir o'zi qolgan paytida Kirito u yerga tezda yetib keladi va hammalariga 3 ta erkak bitta qizga qarshi jang qilishga uyalmaysizlarmi deydi va ularni birin-ketin yer tishlata boshlaydi. Kiritoning Saodagi statistikalari bu yerga o'tganligi tufayli u juda ham kuchli edi va bir deganda bitta o'yinchini yer tishlatadi. Shundan so'ng ikkinchisini ham 2 ga bo'lib tashlaydi. 3-chi komandir esa bu yerda o'lib ketishni istamasligini aytadi va u yerdan qochib qoladi. Saodan farqli jihati, bu o'yinda qancha o'lsangiz ham hayotda o'lmasdingiz, xuddi oddiy o'yinlardagidek yana qayta tirilib yo'lda davom etish mumkin bo'ladi. Lifaga Kirito bir-ikkita savollar bersam maylimi deganida, yur birga bir joyga borib bir narsa tamaddi qilib birga gaplashib olamiz deyshadi va yaqindagi sellarning eng katta shaharlaridan biriga borishga qaror qilishadi. Keyin Lifaning yordamida Kirito qanday qilib joysticksiz uchishi mumkinligini o'rganib oladi va Lifa bilan birga poyga o'ynab shaharga tezroq yetib olmoqchi bo'lishadi va tezlikni oshirishadi. Lekin Kirito qanday qilib to'xtashni bilmaganligi tufayli shaharning eng katta minoralaridan biriga borib urilib, yerga qulab tushadi. Bu o'yinda sehr ham ishlatish mumkin edi va bu sehrlardan birini Lifa ishlatgan holatda Kiritoning jonini to'ldirib beradi. Va shundan so'ng Rakkun ularning oldiga kelib Lifani yig'ilishga chaqirganda Lifa bormasligini aytadi va mana bu Spriggan bilan birgalikda kafega borib o'sha yerda unga yordam berish kerakligini aytadi. Kafega borganlarida u Igidarasil, ya'ni o'sha eng katta daraxt haqida gapirib beradi. U yerga chiqishning ilojisi yo'qday tuyuladigan daraxt edi va u yerga chiqqan odamga hech qanday cheklovlarsiz uchib turish qobiliyati berilar edi va shuning uchun ham u yerga chiqishni hamma orzu qiladi, lekin ko'pchilik bo'lib chiqqanda faqatgina tanlanganlargagina bu qobiliyat berilishi uchun ko'pchilik birga chiqishni xohlamaydi deb aytadi. Shundan keyin Kirito uning juda ham uzoq vaqt yo'qligini aytib, u yerga tezda chiqish kerakligini aytadi va Lifaga bergan ma'lumoti uchun rahmat aytib ketayotgan paytida Lifa Kiritoga yordam berishini aytadi va daraxtgacha kuzatib borishni aytadi. Suguho o'zi hal tanimagan insoniga bunday taklifni berganligidan juda uyalib ketadi. Kirito ham o'zining qizi, ya'ni Yui bilan xayrlashgandan so'ng o'yindan chiqadi. Keyin bizga Asunaning o'sha qafas ichida o'tirgan holatini ko'rsatishadi. O'sha qafasning yoniga suvga kelib, uni qiynamoqchi bo'ladi, lekin o'zining xohishsiz Asunaga qo'lini ham tegizmasligini aytadi va bu yerda Asunaga o'xshagan yana 300 dan ortiq odamlarni qamab qo'yganligini, Akihiko Kayabaning o'yini tugagandan keyin chiqib ketayotgan o'yinchilarni yo'lda sistemasi orqali tutib olganligini va ularni o'zining sistemasiga qamab qo'yganligini aytadi va ularning miyasida har xil eksperimentlar olib borayotganligini va bu orqali u juda ham katta boylikka ega
bo'lishini aytadi va amerikaliklar u bilan ishlamoqchi ekanligini aytadi. Buni eshitgan Asuna dahshatga tushadi va bu yerdan qandaydir qilib chiqib ketishni xohlaydi. Lekin sistema yordamida Asunaning parolini o'qiy olmaydigan qilib sistemaga kirgizgan bo'ladi. Suguho akasining 2 yil qamalib qolganidan so'ng bu o'yinlardan nafratlanganligini, lekin bu o'yinlarni o'zi ham ichiga kirib ko'rmoqchi bo'lganligini o'ylaganini bizga eslatishadi va u bu o'yinlarni sevib qolganligini ko'rsatishadi. Shundan so'ng Suguho maktabdan kelishi bilan va'da berilganidek Kirito bilan birgalikda daraxt yoniga borish uchun yo'lga otlanishadi va yo'lga chiqishdan oldin Kiritoga yangi qilich va yangi ekipirovka sotib olishadi. Lekin Lifaga bu yerdan ketishiga uning klanining liderlaridan biri Sigurd yo'l qo'ymaslikka qaror qiladi va Lifaga keta olmasligini aytadi. Lekin Kirito Lifa bir qandaydir buyum emas, balkim o'yinchi ekanligini, uni hurmat qilishlari kerakligini aytadi va u hammaning oldida Kiritoni o'ldira olmasligini bilganligi uchun Kirito unga urush qilmaslikni taklif qiladi va Lifani olib ketishga qaror qiladi. Lifani esa ular klandan quvib yuborishadi. Shunday qilib ular daraxt tomonga yo'l olishadi. Shunday qilib Asuna ham Sugu bilan gaplashib turib, undan xonaning kodini bilib olmoqchi bo'ladi. Xona parolini bilib olish uchun u o'zining qarshisidagi oyna bilan qarab, uni bilib olmoqchi bo'ladi. Sugu esa Asunaga Kirito bilan tanishganligini aytadi va unga bir haftadan keyin ularning to'yi bo'lishligini aytganligini aytib, Asunani xafa qilib qo'yadi. Asuna esa o'zini xafa bo'lganga solib, oynaga qarab turib, parolni bilib oladi va Sugu ketgandan keyin bu yerdan qochib chiqmoqchi bo'ladi. Kirito bilan Lifa esa birgalikda daraxt tomonga yo'llarini uzoq bo'lishini tushungan holatlarda dam olib yo'lga otlanishadi. Va ular xavfli zonada to'xtab turganlari uchun bir-birlari bilan galmagandan tashqariga chiqib ovqatlanib kelishlari kerakligini aytishadi. Sugu dush qabul qilib olib, ovqat tayyorlab, akasiga ham olib qo'yadi va xonaga o'yinga qaytib kiradi. Kirito esa darhol tashqariga chiqib, ovqatini yeydi va tez orada qaytib keladi va yo'lda davom etishadi. Kirito xuddi orqalardan kimdir kuzatib kelayotgandek his qilayotganligini aytadi, lekin Yui bunday narsa yo'qligini aytganda, Lifa balkim kimdir ularni kuzatadigan kompanyon jo'natganligi mumkinligini aytadi. Shundan keyin ular birgalikda g'orga kirishganida orqalaridan 12 ta o'yinchi kelayotganligini his qilishadi. Kompanyonni o'ldirganlardan so'ng qochib o'yindagi shaharlarning biriga yugurib borishadi. Kirito ularga qarshi o'zi jang qilishini aytadi. Lifaga uni davolab turish kerakligini aytadi. Raqiblar juda ko'pchilik bo'lganlari uchun Kirito ularga qarshi bir fokus ko'rsatmoqchi bo'ladi va ularning eng katta olovli sehrlaridan so'ng Kirito ham o'zini illyuziya sehrini ishlatadi va maxluqqa aylanib oladi va ularni birin-ketin o'ldira boshlaydi. Ularning eng kattalarini o'ldirib bo'lgandan keyin bir kishini tirik qoldiradi va ularning rejasini so'rab olmoqchi bo'ladi. Shundan so'ng ularning rejasi katta qo'shin to'plab, silflar va boshqa klandagilarning majlisiga borib, ularni yo'q qilmoqchi ekanliklarini, o'zlariga kerakli lootni olgandan keyingina daraxtga chiqishni xohlashlarini aytadi. Biroz vaqtdan keyin Rakundan Lifaga SMS keladi va bu xabarda Rakun u bilan tezroq ko'rishni xohlaganligini aytadi. So'ng Lifa o'yindan chiqib Rakun bilan hayotda gaplashib olmoqchi bo'ladi. Hayotda gaplashganida Rakun salamandralar silflarning eng katta qirolichasiga hujum qilmoqchi ekanliklarini aytadi. Bundan dahshatga tushgan qiz darhol o'yinga kiradi va o'zining silflar boshlig'ini qutqarish uchun borishi kerakligini aytadi. Kirito esa unga yordam berishi mumkinligini aytib, u bilan birga yo'l oladi. Bu paytda silflar va yana bir klanning boshlig'i uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishayotgan edi. Shunda Lifa Kiritoga salamandralar ancha kuchli klan ekanliklarini, agar u Lifani o'ldirib va qolgan silflarni ham o'ldiradigan bo'lsa, salamandralarga qo'shilishi mumkinligi va ular bilan birgalikda daraxtning ustiga chiqishi mumkinligini aytadi. Shunda Kirito u o'zi yoqtirgan insonlarga qo'l ko'tarmasligini va bunday yomonlik qilmasligini aytadi va tezda o'sha uchrashuv bo'layotgan joyga borishlari kerakligini aytadi va birgalikda o'sha tomonga yo'l olishadi. Ular esa ozgina kech qolishgan edi. Ulardan oldin 62 ta salamandralar qo'shini o'sha uchrashuv joyiga yetib kelgan edi. Shunda Kirito uchrashuv joyiga keladi va o'zini Sprigganlar hamda Undiralarning elchisi deb tanishtiradi va ular 4 ta klan birgalikda yig'ilmoqchi ekanliklarini aytadi. Eugene ismli salamandralar qo'mondoni unga ishonmaydi. Uning qilichi iblis qilichi bo'lib, u o'zi tekkan barcha qurollarning ichidan yoki o'sha sovutlarning ham ichidan o'tib ketishi mumkin edi va u Kiritoga qarshi jang qila boshlaydi. Kirito bunday kuchli raqibga qarshi boshida juda ham qiynaladi,
lekin keyinchalik uni yengishning yo'lini topadi va o'zining illyuziya sehrlaridan birini ishlatib hamma yoqni tutun qilib yuboradi va dushmanning ko'zini ko'r qilgandan so'ng darhol kelib Lifaning ikkinchi qilichini olib ketadi va yuqoridan tushib Yujinga qattiq zarba beradi va ikkinchi qilichi bilan Yujinning qilichini qaytarib yuboradi. Shundan so'ng o'zining o'sha ikki qo'lli qilichli skillini ishlatgan holda Yujinni yengadi va uni ikki bo'lak qilib bo'lib tashlaydi. Yujin o'lgandan so'ng salamandralar Kiritoga hujum qilishga qo'rqib ham qolishadi. Keyin Yujinga shtraf berilishidan oldinroq uni qayta tiriltirishadi. Shundan so'ng Yujin Kiritoning o'sha elchi ekanligiga ishonadi. Ularning komandiri ham Kiritoning juda ham kuchli ekanligini aytgandan so'ng u yerdan ketishadi. Shundan keyin Kiritoga Siliflar hamda yana bir klanning boshlig'i rahmat aytadi va Sigurtni o'zining klanidan quvib yuboradi. Keyin Kiritoni bu katta ikkita gildiyaning boshliqlari o'z tomoniga og'dirmoqchi bo'lishadi, lekin Kirito Lifaga va'da berganligi va u bir odamni daraxt tepasidan qutqarish kerakligini aytib, yo'lga chiqish kerakligini aytadi. Lekin u liderlarning qo'liga juda ham katta miqdorda pul beradi va reydga tayyorgarlik ko'rishlari uchun yordam beradi. Shundan keyin Lifa bilan birgalikda o'sha shaharga tomon yo'l olishadi. Asuna esa o'rganib olgan kodini ishlatgan holatda xonadan qochib chiqadi va bir tunnelga duch keladi. Kirito hamda Lifa o'sha eng katta shaharga kelganlaridan so'ng endi bu yerda dam olishlari kerakligini aytishadi va o'yindan chiqib ketishlari ertaga kunduzi kelib, endi daraxtning ustiga chiqishga tayyorgarlik ko'rishlarini aytishadi. Bu paytda Asuna o'sha tunnelning ichiga kirib boradi va u yerda bir xaritani ko'rib qoladi. U yerda hech kimga bildirmasdan kirganidan so'ng xarita orqali tajribalar xonasini topib boradi va u yerda o'tkaziladigan tajribalarni bilmoqchi bo'ladi. Sugu hamda uning laboratoriyadagi ishchilari u yerda o'sha 300 ta odamning miyasini o'rganib chiqishar, unga o'zlari xohlagan ma'lumotlarni berib, xotiralarini o'chirib, boshqa odamlarga aylantirmoqchi bo'lishar edi. Bundan dahshatga tushgan Asuna bu yerni qanday qilib bu yerdan chiqib ketish mumkinligini o'ylaydi. Kirito esa Suguhani Asunaning yoniga kasalxonaga olib boradi va yo'lda ular uchun maxsus maktab ochilishi, savodan qutulgan barcha odamlar birga o'qishlarini aytishadi, chunki davlat ularning psixologik jihatdan yaxshi rivojlanayotganligini tekshirib turishi kerak edi. Asuna boshqaruv pultini topadi va o'sha yerdan bu yerdan qochib chiqmoqchi bo'ladi. Endi qochib chiqish tugmasini bosaman deb turgan paytida laboratoriya ishchilaridan biri Asunani tutib oladi va xonasiga qamab qo'yadi. Suguha kasalxonaga kelganidan so'ng Kiritoning Asunaga bo'lgan qanchalik kuchli muhabbatini ko'rib, uning hech qanday shansi yo'qligini tushunib yetadi va Kiritoga endi boshqa sevishini aytmasligini qaror qiladi. Asunani qamoqxonasiga qamab qo'yish uchun laboratoriyadagilar olib ketishadi. Shundan keyin Suguha Kiritoga bo'lgan umidlari uziladi va o'yinga qaytib kirganida o'yindagi Kiritoga, ya'ni Kirigaya haqidagi muhabbatini aytib berishga qaror qiladi, lekin undan ham voz kechadi. Shunday qilib ular birgalikda o'yinning darvozasi tagiga, daraxtning tagiga yo'l olishadi. Daraxtga borgan sari yaqin kelganlarida Yui onasining ID'sini sezganligini aytadi va u yerda Asuna borligini sezgan Kirito darhol uchib chiqadi va borib baryerga uriladi. Baryer ularni uchishdan to'xtatib turadi, lekin Yui baryerga qo'lini qo'yadi va onajon deb baqirganida tepada turgan Asuna ham uning onajon degan so'zlarini eshitib qoladi va Yui hamda Kiritoning shu yerga kelganliklarini his qiladi. Keyin o'zining shu yerda ekanligini bildirish uchun nimadirni pastga tashlab yubormoqchi bo'ladi va o'sha xonadan chiqarib olgan kartasini tashlab yuboradi. Yui bu kartaga tegib, bu administrator huquqlarni beradigan karta ekanligini sezadi. Shundan so'ng Kirito Lifa bilan xayrlashadi va Asunaning yoniga chiqmoqchi bo'ladi. O'sha yerning darvozasi oldiga kelib, ichkariga bir o'zi kirib, mana shu yerning eng yuqori qavatiga chiqib Asunani qutqarmoqchi bo'ladi. Lekin bu bosxonasi juda ham qiyin bo'lib, ana shu ko'rib turgan barcha yorug'lik manbalaridan har xil kuchli askarlar chiqadi va Kiritoning yo'lini yopib qo'yishadi. Kirito bir o'zi bo'lishiga qaramasdan o'zining bor qobiliyatini ishlatgan holda Asunaga bo'lgan muhabbatining kuchi bilan tepaga chiqishga qaror qiladi va tashqariga chiqishga urinadi. Lekin bir o'zining kuchi bunga yetmaydi, chunki u yerdagi moblar, ya'ni dushmanlar juda ham ko'p edi. Shundan so'ng Kirito juda ham ko'plab o'qlarni yegandan keyin endi tepaga chiqib boraman deganida unga qilichlar bilan ham zarba berishadi va Kirito shu joyda o'ladi.
Kirito o'zining o'limiga o'zini ayblaydi va juda ham o'zimga bino qo'yib yubordim. Bu yerni o'zimcha o'zim tozalay olaman deb o'yladim deydi. Va bu xayollar bilan turgan bir paytida xonada yana bir o'yinchi paydo bo'ladi. Bu Lifa edi. Lifa darhol kelib Kiritoning olovini olib pastga tushib, bu xonadan chiqib ketishga harakat qiladi va chiqib ketadi ham. Tashqariga chiqishi bilan darhol Kiritoni orqaga qaytarish uchun damlamani ishlatadi va Kiritoni tiriltiradi. Shundan so'ng u Kiritoga sevgi izhor qiladi. U yerga bormasligini aytadi, lekin Kirito u yerga bormasa bo'lmasligini, Asuna uni kutib turganligini aytganida, Asuna ismini eshitishi bilan Suguha qo'rqib ketadi va o'yindan tashqariga chiqib ketadi va akajon deb aytib yuboradi. Shundan so'ng Kirito Lifa bu aslida Suguha ekanligini bilib qoladi va Suguhaning xonasiga kelib u bilan gaplashmoqchi bo'lganida, Suguha u bilan gaplashishni istamasligini aytadi. Lekin biroz vaqt o'tib u Kiritoning oldiga eshikni ochadi va Kiritoga bo'lgan bor hissiyotlarini aytib beradi. U uning haqiqiy akasi emasligini bilishini va uni o'shandan beri sevib qolganligini aytadi. Kirito bu gaplarga qanday qilib javob berishini bilmay Suguhadan kechirim so'raydi. Suguha esa eshikni yopib ichkarida yotib oladi. Shundan so'ng Kirito nima qilishini bilmay Suguhadan o'yinga kirishini va o'yinda darvozaning sharqiy tomonida uni kutib turishini aytadi va ichkariga kirib o'yinga kiradi. Suguha ham o'yinga kirgandan keyin akasining oldiga boradi va akasi endi undan uzr so'ramoqchi bo'lib turganida Suguha kel jang qilamiz. Bu safar endi haqiqiy jang bo'ladi deydi. Va shundan keyin Kirito bilan yana bir duelni amalga oshirishadi. Duel uncha ham kuchli ketmaydi, chunki ular bir-birlarini ayab urush qilishadi va oxirida Kirito qizning qilichiga o'zini topshirmoqchi bo'ladi. Qiz ham xuddi shuni xohlaganligi uchun bir-birlariga urilib ketishadi. Shundan so'ng bir-birlarini to'g'ri tushungan holda kechirishadi va birgalikda endi mana shu minoraning tepa qismiga chiqishga qaror qilishadi. Shundan so'ng Lifa Rakunni ham chaqirishadi va birgalikda 3 ta bo'lib bormoqchi bo'lishadi. Kirito ularga jang qilishlari kerak emasligini, shunchaki Kiritoning jonini to'ldirib turishlari kerakligini aytadi. Kirito esa o'zi jang qilgan holatida Suguha hamda Rakun bilan birgalikda bu yerni yutib tepaga chiqmoqchi bo'ladi. Rakun esa Kiritoga yo'l ochib berish uchun o'zini qurbon qiladigan sehrlardan birini ishlatadi va dushmanning himoyasida juda katta teshik hosil qiladi. Va Kirito o'sha teshikka qarab otlanadi, lekin u yerdan chiqa olmaydi. Shundan so'ng reydga kelgan silflar va boshqa klanlar a'zolari ham Kiritoga yordam berishadi va shunday qilib Kirito o'zining kuchi hamda do'stlarining kuchlari yordami bilan tepaga chiqishga umidi paydo bo'ladi va endi tepaga chiqaman deb turganida kuchi ozroq yetmay qoladi. Shunda Lifa unga o'zining qilichini uzatadi. Kirito ikkita qilichi bilan birgalikda tepaga raqib himoyasini yorib o'tib tepaga chiqib boradi va eshikni ochish uchun Yui bilan birgalikda kartochkadan foydalanishadi va eshikni ochib ichkariga kirib olishadi. Yui kartochkaning unga bergan qulayliklar va afzalliklardan foydalanib ichkarida labirintda onasining tomoniga yo'l topadi va ichkariga kirganlaridan keyin o'sha labirint orqali Asuna turgan qafasning yoniga yo'l olishadi va birgalikda Asunaning qafasiga yetib ham olishadi. Birgalikda u yoqqa yetib borganlarida Asuna va Kiritoning bir-biriga bo'lgan muhabbatlarini ko'rishimiz mumkin. Ular bir-birlarini ko'rganlaridan juda ham xursand bo'lishadi. Asuna ayniqsa Yuining ham tirik ekanligi, bu o'yinda ham Yuini qaytarib olganligini ko'rib juda ham xursand bo'ladi va ko'z yoshlarini tiyib tura olmaydi. Endi Kirito va Asuna xursandchilikni nishonlamoqchi bo'lib turganlarida ularning xonasiga o'yinni yaratgan odam kirib keladi. Bu Sugu edi va u o'zining adminlik qobiliyatlarini ishga solib, hammalarini qimirlolmaydigan qilib qo'yadi. Kiritoning bu yerga o'zi kelib Asunani qutqarmoqchi bo'lganligidan juda ham ta'sirlanganini aytib, uni ustidan kuladi va bu o'yindagi eng qudratli inson o'zi ekanligini aytadi va Asunani qo'llariga kishan osib, uni tepaga ko'tarib qo'yadi va Kiritoning ko'z o'ngida Asunani zo'rlamoqchi bo'ladi. Kirito hech qanday qimirlolmaydi, lekin Kirito endi o'rnidan turaman deganida uning irodasidan hayron qolgan Sugu uning beliga qilich suqadi va sistema yordamida og'riqni reallashtiradi va og'riqdan dodlayotgan Kirito yerda yotar edi. Sugu esa Asunaning ko'ylaklarini yirtib, uni tegajonlik qilmoqchi bo'ladi va bu yerdagi tegajonligi bitganidan so'ng u hayotdagi tanasini ham zo'rlashini aytganida Kirito bor umidlarini yo'qotadi va endi taslim bo'laman deb turgan paytida Kiritoning oldiga Akihiko Kayabaning ruhi keladi va bir paytlar sen meni o'yinimni yutuvding, bir paytlari sen
mening sistemamdan ko'ra insonning irodasi kuchli ekanligini ko'rsatgan eding. Bu safar ham qila olasan deydi. Shundan so'ng Kirito o'rnidan turadi va Akihiko Kayabaning nickname yordamida sistemaning adminligini o'z qo'liga oladi. Keyin esa dushmanining adminligini yo'qotadi va sehrli qilichlardan biri Excaliburni chaqirib, Suguning qo'liga berib qo'yadi va og'riq darajasini 0 ga tushiradi va xuddi real hayotda og'riq bo'lganidek his qiladigan bo'lishadi. Shundan so'ng Suguning dushmanligini o'ziga qaytaradi va unga qo'ldan kelganicha azob beradi va Suguni o'ldiradi. O'yinda o'lgan Sugu hayotda o'lmaydi. Asunani bu qamoqdan qutqarganidan so'ng Kirito Asunaga uning oldagi kasalxonaga ko'rgani borishini aytadi va o'yindan Asunani chiqaradi. O'yindan Asuna chiqqandan keyin Akihiko Kayaba Kiritoga bir urug' beradi va bu urug' o'yinlarning yaratuvchisi deya unga aytadi. Xohlasang uchirib tashlashing ham mumkin deb aytadi. Yui ham bu yerga qaytib keladi. Shundan so'ng Kirito o'yindan chiqib Suguha bilan gaplashadi va Asunani oldiga kasalxonaga borishi kerakligini aytadi va Suguha ham akasi tezroq shoshib borish kerakligini aytadi va Kirito Asunaning oldiga borish uchun shoshib ketadi. Kirito endi Asunaning kasalxonasi oldiga yetib kelaman degan paytida shunday oldidan bir odam chiqib uni qo'lini kesadi. Bu Sugu edi. U Kiritoni haqiqiy hayotda pichoq bilan o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin Kirito Suguning ko'zi yaxshi ishlamasligidan foydalanib, uning pichog'ini qo'ldan tortib oladi va Suguni o'zini boshini mashinaga urib, bo'ynidan pichoq tortmoqchi bo'lib, bo'yniga pichoq tirab oladi. Lekin u qanchalik yomon inson bo'lmasin, ularga qanchalik azob bergan bo'lmasin, Kirito o'zining yaxshi odamligini, odamiyligini unutmaydi va Suguni o'ldirmaydi. O'zi Asunaning xonasiga kirib boradi. U yerda uyg'ongan Asuna Kiritoni kutib turardi. Shundan so'ng ular bir-birlarini uyg'onganliklari bilan tabriklab, oxirgi janglaridan omon qolganliklari uchun xursand bo'lishadi va shu bilan Asuna ham kasalxonadan chiqadi. Va'da qilingan maktab ham ishga tushadi va Sao o'yinchilarining hammasi shu maktabga joylashtiriladi. Asuna va Kirito rasmiy ravishda uchrashishni boshlashadi. Suguni o'sha kuni kechqurun kasalxonaning parkovkasida hibsga olishganda Sugu o'zining ayblarini barini Akihikoga to'yinlamoqchi bo'ladi, lekin uning ishchilari bunga aybdor Sugu ekanligini aytishadi. Alfheim Online yopiladi. U o'yinning ishlatuvchilari, ish boshqaruvchilari ham juda ham qattiq zarar ko'rishadi. Shundan keyin Akihiko Kayabadan olgan o'sha urug'ni Kirito Egilga berib, uni internetga joylagan bo'ladi. Shundan keyin ular barchalari Egilning qahvaxonasida Saoda tirik qolgan barcha do'stlar yig'ilishadi va Kiritoni o'yinni yutganligi bilan tabriklashadi. Shundan keyin Kirito va Egil o'sha urug' haqida gaplashadi. Bu urug' hozir juda ham mashhur bo'lib, bu programma o'yinlarni yaratishda va hamma insonga o'zining VR virtualligini yaratishda yordam bergan bo'ladi. Shunday qilib Alfheim Online ham qayta tiklanadi. Shu bilan birga ko'plab yana shunga o'xshagan virtual o'yinlar ham tiklanadi. Insonlar bitta yaratgan akkauntini boshqa o'yinlarga ham ko'chirib o'tkazishining iloji bo'ladi. Shundan keyin ular barchalari o'yinda ham yana birga uchrashlarini rejalashtirib olishadi. Kirito hamda Lifa birga raqsga tushganlardan so'ng Kirito Lifaga bitta zo'r narsa ko'rsataymi deya uni daraxtning tagiga olib boradi va oy tomonga ko'rsatadi. U yerda Saodagi Aincrad qasri paydo bo'ladi va Kirito endi mana shu 100 qavatli qasrni hammasini yutib o'tmoqchi ekanligini va bunda Lifaning yordamiga muhtojligini aytadi. Shundan keyin barcha o'yinchilar birgalikda yig'ilib Sao Aincrad tomonga yo'l olishadi va bu o'yinni yana boshqatdan o'tishga qaror qilishadi. Mana shu nuqtada qilichbozlik san'ati animasining birinchi mavsum ikkinchi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar.